ICTVik O'zbekiston mamlakatimizning turli sohalarida raqamli texnologiyalar qanday o'zgarishlar olib kelayotganini ko'rsatishda davom etmoqda. Bu safar bizning e'tiborimiz markazida moliyaviy xizmatlar va sug'urta asosiy loyihalardan biri kiber xavflardan himoya va monitoring markazi UZSOC. U 2024-yilda ishga tushirilgan va 24/7 rejimida faoliyat yuritadi. Markazning asosiy vazifalari muhim infratuzilmani himoya qilish, kiber hujumlarni o'rganish hamda axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash. 2024-yilning birinchi choragida mamlakatimizda 3.300.000 mingdan ortiq kiber hujumlar qayd etilgan. Davlat idoralari va tashkilotlari tizimlarida 300 mingdan ziyod tahdid aniqlangan. Kiber hujumlar ko'payotgani sharoitida malakali mutaxassislar yetishmasligi sezilmoqda. Shuning uchun UZSOCning tashkil etilishi milliy kiber xavfsizlik uchun muhim qadam bo'ldi. UZSOC proyektimiz bizning axborot xavfsizlik monitoring markazi hisoblanadi. Hozirgi kunda bizga bog'langan bo'lgan korxonalardan biri Uzinvacom va axborot xavfsizlik monitoring markazi. Bu yerda bizlarning analitiklarimiz axborot xavfsizlik hodisalarini monitoring va analizdan shug'ullanadi, чтобы выявлять угрозы информационной безопасности. Hozirgi kunda bizda monitoring sistemalarimiz 24/7 analizdan shug'ullanib turibdi va hozirgi kunda почти 4000 taga yaqin axborot xavfsizlik hodisalarini bartaraf qilishga muvaffaq bo'ldik. Keyingi yo'nalish raqamli moliya va sug'urta. Tokenus blockchain texnologiyasiga asoslangan bo'lib, davlat idoralari va biznes uchun mo'ljallangan. U tranzaksiyalarni va tarmoq holatini real vaqt rejimida kuzatish, smart shartnomalar va raqamli identifikatsiyani boshqarish, shuningdek hujjatlardagi o'zgarishlarni to'liq shaffoflik va himoya bilan qayd etish imkonini beradi. Tokenus bu taqsimlangan ma'lumotlar saqlash uchun tizim bo'lib, u blockchain asosida yaratilgan hisoblanadi. Bu esa davlat darajasidagi yirik kompaniyalarga qo'shimcha xavfsizlik va shaffoflik ta'minlaydi. Umuman olganda bu proyekt dasturning asosiy mazmuni shundaki, ma'lumotlarni o'chirib tashlash yoki qalbakilashtirish imkoniyati yo'q. ICTVik doirasida bozorning muhim bo'sh joylarini to'ldirayotgan kompaniyalar ham o'z yechimlarini namoyish etmoqda. Masalan, Utek davlat va korporativ mijozlar uchun IT yechimlarini yetkazib berish, joriy etish va qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. O'z navbatida Fintech jamoasi yagona elektron hujjat aylanish standarti ustida ishlamoqda. Bu orqali davlat idoralari va biznes o'rtasida hujjatlar raqamli formatda ortiqcha byurokratsiz almashiladi. Shu bilan ICTVikning 3-kuni ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi reportajlarimizda esa biz boshqa yo'nalishlarga e'tibor qaratamiz. Ungacha bizni kuzatishda davom eting.